Tahorat elayotganda gap qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Tahorat elayotganda gap qilsa, dunyoning xiyollarini qilsa bo'lamdi. Tahorat elayotganda duo qilish kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Tahorat elayotganda gap qilsa, dunyoning xiyollarini qilsa, afzalni va mustahabni tark qilgan bo'ladi. Shunga behuda gap so'z qilmagan tuzuk. Gap so'z qilsa, tahorati yanada kuchga ega. Chunki tahorat elayotganda gap so'z qilish va dunyo xiyollarini qilish aslida mubah bo'lsa-mu, to'rt mazhab olimlari tahorat elayotganda ehtiyoj bo'lmasa, Allohning zikridan boshqa odatdagi gap so'zlarni qilmaslikni, tahoratning mustahab va odatlari qatoridan sanag'achqa, tahorat elayotganda shundaqla g'usl qilayotganda odatdagi parang va gap so'z qilishni tahoratning makruhlari qatoridan sanaydi. Bu makruhlikni Imom Navaviy qatorliq olimlar afzalni yoki mustahabni tark qilish deb izohlagan. Demak, tahorat elayotganda ehtiyoj bo'lmasa-mu gap so'z qilish tanzihiy makruh, ya'ni saqlanish a'lo bo'lgan makruhdir. Alayliq Hanafi mazhab olimlaridan Imom Ibn Nujaym tahorat elayotganda ehtiyoj bo'lmasa, kishilarga gap so'z qilmaslik tahoratning odobidir. Gap qilmasa, biror ish qo'ldan ketadigan bo'lsa, gap qilish tahorat odobiga rioya qilmaganlik bo'lmaydi degan. Darvaqa behuda gap so'z va xiyollar kishini mashg'ul qilib, Allohning amrini bajo keltirayotgan tuyg'uni uzib qo'ydi. Tahoratni to'liq oldimmi yo'q degandek vasvasaga solib qo'ydi. Tahorat o'zi ayrim bir ibodat bo'lib, bu namoz va tavob qatorliq boshqa ibodatlarning to'g'ri bo'lishi uchun shart qilingan ibodatdir. Shunga tahorat olganda diqqatini berib, bu ibodat bilan Allohning huzurida munojat qilib, rahmatini tilab turadiganligini his qilishi, dunyo paranglari, xiyollari va behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lmasligi, balki zikr va duo bilan mashg'ul bo'lishi yoki jim bo'lishi munosib. Ba'zi solihlar namozda diqqatini yig'ib xushuq bilan turish tahorat olgandagi diqqatini yig'ishga ergashib keladi. Shunga diqqatini yig'ish tahorat olganda bo'lmasa, namozdami bo'lmaydi deb qaragan. Umuman tahoratni boshlashda elayotganda yoki oxirida zikr va duo bilan mashg'ul bo'lish mustahab deyishga bo'ladi. Masalan, tahorat elishni boshlaganda bismillah deyish ko'pchilik olimlarning nazarida sunnat yoki mustahab bo'lib, duo va zikr har qanday chog'da mustahab va mubah bo'lganidek, tahorat elayotganda mustahabdir. Fuqaholardan ba'zi zaif hadislarga va salaflarning ish izlariga asoslanib, tahorat elayotganda ba'zi duolarni qilishni mustahab deydiganlarmi bor. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tahoratsiz o'qilgan namoz emas, bismillah demasdan olgan tahorat emas degan. Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tahorat suyi elib kelsak, u zot tahorat oldi. Men u zotning tahorat elib o'tib, Allohumma g'firli zambi va vassi'li fi dari va barik li fi rizqi. Ey Allah, gunohimni mag'firat qil, uyimni kengri qil, rizqimga barakat ato qil deb duo qilganini angladim. Men ey Allohning nabiysi, men o'zlarining mundaq duo qilayotganlarini angladim desam, u zot bu duo biror narsani tashlab qo'ydimi dedi. Imom Navaviy Ibn Sunni bu hadisni tahorat elayotganda nima deydi degan bobda keltirgan. Nasa'iy bo'lsa tahoratdan farq bo'lganda nima deydi degan bobda keltirgan. Har ikkisi ehtimolliq degan. Tahorat elib bo'lganda bunu hadisda kelganidek zikr mustahabdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki tahoratni kamil elib bo'lgandan keyin ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning bandasi va elchisi deb guvohlik beraman deydigan. Uningga jannatning 8 darvozasining hammasi dag'dam ochilib beradi. U qaysisini xolisa jannatga shuningdan kiradi degan. Tirmiziy rivoyatida Allohning bandasi va elchisi deb guvohlik beraman degandan keyin Allohumma ja'alni minat tawwabin va ja'alni minal mutatahhirin. Ey Allah, meni tavbikorlardan qilgan, meni pok bo'lg'uvchilardan qilgan degan. Yana tahoratni tartib bo'yicha elish, orasini parang yoki boshqa bir ish bilan o'zib qo'ymaslik sunnat. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam izchil mushu bo'yicha tahorat olgan.
Bu tahorat elib gap so'z va yoki biror ish bilan mashg'ul bo'lmaslik va oraliqni uzib qo'ymaslik deganlikdir. Ammo salomni ilik elish makruh bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgandek tahorat elib bo'lib salom qaytarsa texmo yaxshi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.